Assalomu alaykum. Mana bugun 3-noyabr Namangan Avtogold avtomobil maktabimizning afsonaviy 25-guruh o'quvchilari imtihondan olgan natijalari bilan tanishing. Marhamat. Turg'un Po'latova. 20tadan 19ta Avtogoldga ustozlarimizga rahmat. Sog' bo'ling. Keling. 20tadan 18ta Avtogoldga rahmat. Zo'r Nargiz opa, zo'r, malades. Avtogol 19ta. Zo'r. 20tadan 20ta domlamizga rahmat. Sog' bo'ling. 20tadan Nigor opa, zo'r, malades. Sog' bo'ling. Omadinglarni bersin. 20tadan Voy 19ta opa-da. ustozlarimizga hammasiga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, juda ham zo'r. Shiraliyeva. 20tadan 18ta domlamizga Avtogolga rahmat. Sog' bo'ling, juda ham zo'r. Yigitlarimiz. Sog' bo'ling. 20ta Avtogoldga rahmat. Malades. Malades. Hamma sizlar ham bemalol kelib, mana shu yashonchi sevimli kunlaringizni bizdan jo'nang. Namangan Avtogold avtomaktab haydovchi maqomini olishga adashmang. Bugun 25-guruh B toifa o'quvchilarini hozir olgan natijalari bilan ko'rishamiz. Ushbu hozirgi ko'rayotgan o'quvchilaringiz amaliy hamda nazariy imtihonlardan birinchi urinishdayoq sirasi o'tib ketishgan. Ashroliyeva Nozimaxon. Avtogoldga ustozlarimizga tayyorlagan hammalariga rahmat. Sog' bo'ling, yaxshilik eslating. Mirzayeva Nozimaxon. Avtogoldga rahmat. 20tadan 18ta katta rahmat domlalarimizga. Salomat bo'ling. Kompolatova Shohsanamxon. Avtogoldga ustozlarimga rahmat. Sog' bo'ling, yaxshilik eslating. Baydillayeva Muhoy opa. Assalomu alaykum. Avtogoldda ishlayotgan barcha ustozlarimiz va sinflarimizga kattakon rahmat. Bu yutuqqa erishganimizdan xursandmiz. Bu yutuq nafaqat bizniki, sizlarniki ham. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Turdiboyeva Rufatxon. Avtogolddagilarga hammaga rahmat. Ustozlarimga ham kattakon rahmat aytaman. Sizlarga ham omad tilab qolaman. Sog' bo'ling. Abdurahmonova Roziyaxon. Avtogoldga rahmat. Sog' bo'ling. Yunus Oqjon, sog' bo'ling. Birinchi urinishda Avtogoldga rahmat. Sog' bo'ling, Nurjon. Avtogoldga ustozlarga hammalariga katta rahmat. Sog' bo'ling.